Bugün 17 aprel, 5 aprel kuni keluvdingiz. O'sha kelgan paytingizda nima kasalliklar bor edi, nima muammo bor edi aka? Meni kasalliklarim qand kasalligim. Saharli diabet. Necha yildan burin edi? 12 yil bo'lgan edi. Insulin olardingiz? Insulin olardim. Necha yilingcha bir sutka taxminan? Xlebni yedincha 10-12 tadan olardim. Doimiysini ertalab va kechqurun olardim. Ularni 16 tadan 32 ta. Xlebni yedinchani 3 mahal taomdan oldin olardim. U 10 tadan bo'lsa 30 ta, 62 ta insulin. 62 yedincha insulin olardim. Yana mana shu sahar hozir nima bo'ldi sizda? Qanday ahvol? Sahar hozir esimdan chiqib ketdi. Sahar kasalim yo'q deb o'ylayman. Xo'sh, keyin bezovta qilyaptimi biror narsa? Yo'q, bezovta qilmayapti. Oldin og'izlarim qurib qolardi. Keyin peshob kam edi, bo'g'il kam qilardim. Keyin og'rirdi hamma yog'im, qanaqadir qaqshab. Aka, mana saharda oxirigacha aytib qo'yaylik. Saharli diabetdan insulin olyapsizmi? Yo'q, hozir olmayman. Necha kunda bir olmayapsiz? Shu kursga qatnashgan kunimni ertasidan olmayman. Bundan chiqdi mana 10 kundan bir olmayapsiz ekanda. Olmayman. Olmaganingizdan burun komaga tushib qoldingizmi, qaytalab qiynaldingizmi, og'zingiz quriqshadimi, kasal bo'ldingizmi, og'riq ko'paydimi, kamaydimi, nima bo'ldi? Og'zim qurimayapti. Ishtaham oldin kam edi, hozir ishtaha yaxshi. Xo'p. Uyqu ham yaxshi bo'ldi. Og'riqlar nima bo'ldi? Og'riqlar qoldi, og'riqlar yo'q. Saharda o'lchyapsizmi? Qonni tarkibi bir marta o'lchadim, 5.5-6 mana atrofida. O'shanda insulin oluvdingizmi, olmasdan turib o'lchadingiz? Olmagan edim. Olmasangiz ham normalni bo'ldimi? Olmaganimdan keyin o'lchadim-da. Nima bo'ladi? Siz kasalmisiz hozir? Sog'man, menimcha, sog'man o'zim. Bundan chiqdi, agar sizda saharli diabet bo'lganda siz davno komaga tushib qolgan bo'lardingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Nimaiki parhez qilmayapman deydi. Non yeyapman. Keyin guruchli taomlar yeyapman. Har xil mevalar, shirinliklar va hokazo hamma qatori yeyapman. Navo choyini ichyapsizmi? Ichyapman, asal yeyapman, magiz yeyapman. Xullas, shunga o'xshagan mahsulotlarni oldin taqiqlangan edi, hozir yeyapman. Shularni yeganimdan keyin shu ishtaham ochilib ketdi. Sog'ayib qoldingiz. Ya'ni endi yana nima bor edi sizda? Uyqusizlik. Yo'q, uyqusizlik emas, uyqu kam edi, bosh og'rirdi. Shunga o'xshagan kasallarim bor edi. Nima bo'ldi ular? Ular yo'q bo'ldi, uyqu zo'r bo'ldi. Uyqu joyiga keldi. Uyqu joyiga keldi. Yastoqni ko'rsam uxlab qolaman hozir. Shu. Yana nima bor edi? Harakat cheklangan edi. O'sha yaxshi yura olmayotgandim, lekin hozir yurishlarim 50% ga o'zgardi. Oldin 2 ta hassada yurardim, hozir bittaga o'tdim. Xo'p. Qon bosimim bir ko'tarilardi, bir tushardi. Mana shunaqa kofe ichish mumkin emas, mana shunaqa gaplar bo'lardi. Hozir kofe ham ichyapman. Endi zreniyam oldin uzoqni uncha anaqa qilmas edim, lekin ko'rardim, zo'r emas edi. Hozir tini ulashganga o'xshadi. Lekin kitobni baba ochki taqib o'qiyman. Endi qarang. Orqadagi soat necha bo'ldi? Hozir aytib bering. Hozir o'rtaga soat 2:15 bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. 2:15 bo'ldi. Endi ko'zni mashqini bajaring, ana kitobda ham ko'z o'ynaysiz o'qiysiz. Ko'z mashqini to'g'ri aytyapsiz. Ko'z mashqini kam qildim. Endi shunga amal qilishim kerak. Neuropatiya degan narsa, yurishlarim chegaralangan edi. Yaxshi yura olmas edim. Ochig'ini aytsam, shimimni kiya olmas edim. O'zim. Shimimni o'zim kiya olmas edim. Endi kiyaman. Bo'ladi. Oyog'im gangrena bo'lgan. Hozir qanday? Oyog'im sekin-sekin tiklanyapti. Oyog'im shishadi. Endi o'zim sezyapman, sekin-sekin kamayyapti. Shu agar oldingi yotishim yana bo'lsa, bu darslardan keyin menimcha oyog'im puchqayib qolsa kerak. Shishi ketsa kerak. Hozir nimagaki o'tiribman-da oyog'imni. Men sizni tushunyapman.
hozir oyog'ingiz gangrenasi necha foizga yaxshi tomonga siljidi? Endi foizini bilmayman, lekin ancha siljidi. Taxminan 50%gadir. Dori darmonsiz. Dori darmonsiz. Dori ichmayapman, dori ichardim davleniyaga, keyin yurakka, qon bosimga va hokazo har xil dorilar. Keyin haligi bosh miyasiga ham nervisiga dori ichardim. Doktor menga nervpatolog altruizm degan kasalga dori bergan edi. O'sha altruizm kasalga ham dori ichardim. Endi hammasini ichmayapman hozir. Umumiy olganda sog'ligingiz necha foizga taxminan tiklandi? Sog'lig'im endi anaqa baland anaqa bo'lmasin, 80% tiklandim men. 80% sog'ligingiz yaxshi. Mana masjidga kelganimga men afsus chekmayman. Yaxshi. Mana eshitdim hamma gapni. Yana bitta masala. Saqir diabet necha yil bo'ldi sizga? Necha yil? 12 yil bo'ldi. 12 yil parhez qildim. Endi parhez qilmayman endi. Endi siz hozir tuzalib oldingizmi saqir diabetdan? Tuzaldim 100%. Endi qarang, odamlar aytishadi, hech qachon odamni dori darmonsiz gap bilan tuzatib bo'lmaydi deydi. Men odamlarni aldar ekanmanmi? Yo'q, siz unaqa aldoqchiga o'xshamaysiz, gipnozchiga ham o'xshamaysiz. Siz ochuv gapni, hayotda bilmagan gaplarimizni gapirdingiz. O'sha anaqada hayolimizda bo'lgan gaplar bor. O'shalarni eshitib o'rgandim. Hayotda hamma sohasida bor, gaplaringizda qanaqadir ma'no bor, qanaqadir anglash bor. O'sha men aytgan narsalarni bajaryapsizda, shuncha 80% sog'ayapsiz. Shu bajarayotganim uchun shuna oldin masalan bitta kino ko'rsam yarmi esimda qolardi. Hozir butun esimda qoladigan bo'ldi. Har bitta gapga ahamiyat beradigan bo'ldim. Har bitta gapni anonim, sinonim va hokazolarni anglaydigan bo'lib qoldim. Har bitta gapni shunaqalarini ham anglaydigan bo'lib qoldim. Aka, rahmat. Mana shu sog'likni ushlab qolalasizmi bundan buyon? Xudo xolasa, ushlab qolaman. 100% qolalasizmi? 100% ushlayman. Endi bundan buyon masalan o'zimni yaqinlarimni ham tavsiya qilaman shu yerga kelishga. Endi reklama qilmayman, lekin tavsiya qilaman. O'zligi ham ko'rib meni misolimda menimcha anglashsa kerak. Aka, yana bitta savol. Organizmda qandaydir baquvvatlashish bormi? Organizmda oldin kuchim ko'p bo'lardi. Hali qo'llarimda, bilaklarimda ko'p bo'lardi. O'sha ketib qolgan edi o'zi u. Hozir kuchli kelayotganga o'xshaydi. Kelayotganga o'xshayaptimi? Kuchga to'layotganga o'xshayman. Voy, молодец. Endi bor gapda shu.